Assalamu alaykum. Avvalambor yine qizlarimiz bilan 4 oylik kursimizni tugatib, bugun bitiruv kechamiga yig'ilishdik. Bu kursimizni noldan boshlab professional darajaga chiqardik. Qizlarimiz kelgan vaqtida hatto ignaga naq o'tashni bilmay turgan noldan kelgan qizlarimiz ham bor edi. Hozirgi natijalarni ko'rib quvondik o'zlarimiz. Ko'zingiz quvonadi. Darajaga erishdilar. Endi buni o'zlaridan bilamiz. Ne taassurotlar borni o'zlari ozgina aytib beradilar. Kursimizda boshida shu o'lchov olishlardan tortib, вечерний ko'ylaklar, modellashtirishlar, kostyum ko'ylaklar, paltonlar, kostyum bryuklar, hamma narsa tikilishlar o'rgatildi. Bu qizlarimizdan muvaffaqiyatli bister kurslarimiz ham bor. Bularning ichida muvaffaqiyatli tugatganlari uchun bularga arzimas sovg'alarimiz bor. Katta orzularga yetishlarini, neki orzulari bo'lsa yetishlarinda tilakdoshmiz. Ilohim el yurtimizga xizmatlari buyurib, bir chiroyli ko'ylaklar yaratib, klientlarning qalbidan joy olib yurishlarini tilab qolamiz. Shogirdlar olib, ishlarini rivojlantirishlarda tilakdoshmiz. Sohiba bilan birgalikda
Alib bordik bu kursimizni singlim bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Yana bizlar shunday bitirish kechasi o'tirayotir ekanmiz. Akam bilan birgalikda shunday bir sex ochib, o'quv markaz qilib, shunday qizlarni tayyorlab turibmiz. Yana bugun bitirish kechasi bularga noldan professional darajasini chiqarish uchun ne bir mehnat ketdi menga. Xullas, qizlarimiz bizlar istagan natijani berib bildilar. Xullas, yana o'zlarini liboslar tikib, har xil etib modellashtirib, biser bezaklarida ishlatdilar, yana oddiy chiroyli etib, shunday etib bitirayotirlar. Qizlarimiz bu kursimizda muvaffaqiyatli tugatdilar. Yana 4 oylik kursimizni fantaziyasi kuchli, talabchan, intiluvchan modellashtirish ishlarida bizning yurakimizdan joy olgan qizlarimiz hammasi shunday yaxshi intildilar. Bizlar istagan narsani yaratib berib bildilar. Har bir darsimizni Yaxshi o'zlashtirib bordilar. Endi taqdirlashni eng kichik erkatoyimiz, bizning kichik qizimiz Rustamova Dilbarjonga taqdim qilamiz. Sertifikatlar bilan tabriklaymiz. Tabriklayman, ishlaringga omad, hamisha. Ishlaringga omad tilaymiz. Ilohim yuqori martabalarga erishib, kichik sovg'achalarimiz, lekin katta orzular, niyatlar bilan berayotirmiz. Ilohim yaxshi kunlaringga ishlatgaysan. Bu daftarimizda bizlarning bor bilimlarimizni joylashtir, o'zingning bor bilimlaringni joylashtir. Yaxshi kunlaringga yarasin. Buni arkasini da qo'yib, rasmga tushirasan shu yerda. O'rtada Mushtaribonu Sabirova. Bu kelgan vaqtimda hech narsani bilmas, 0 darajasida edi. Hozirgi qilgan ishlari bizlarning ko'zlarimizni quvontiradi. Tabriklaymiz. Ilohim ishlaring ilgari bo'lsin. Ilohim yaxshi kunlaringga buyursin. Yuqori martabalarga chiqib, chiroyli kiyimlar yaratib, klientlaringga ko'ngildan joy olib yurgaysa hamma vaqt. Endi bu yerda katta tikuvchilarimiz ham bor. 25 yillik tajribaga ega qizlarimiz, malaka oshirishga kelganlar, shunday chiroyli ishlari bilan bizning qalbimizdan joy olganlar. Hamisha sog' salomat bo'lsinlar, hamisha topganlari yaxshi kunlarni buyursin. Shu kasbining arkasidan yuqori martabalarga erishsin. Tojiboy va Zuhra akamizni taklif etamiz. Tabriklaymiz. Ilohim yaxshi kunlarga tabriklaymiz. Rahmat, yaxshi kunlarda xizmat etib yurgaysiz bilimlaringiz bilan. Yana maxsus o'zlarimiz brendlarimizni tushirib, daftarlar ham yaratib keldik sizga. Indiki qizimiz 35 yillik tajribaga ega katta tikuvchilarimizdan bizga shunday bunday ayol bu dunyoda yo'q. Shunday jannatiy ayol hurmat desasindan ham bizdan yoshi ulug' bo'lsa-da shunday hurmat etib, ustozlar deb har bir o'tgan darsimizda shunday yaxshi foydalanib kelgan Madaminova Maryamjon akamiz. Men daftarimni qo'ymoqman. Zarar yo'q. Bundan ham. Tabriklar. Bergan zararlar bilan Ilohim yaxshi kunlarga buyursin. Olgan bilimlaringiz Xudoyim yaxshiliklarga buyursin. Shogirdlar chiqarib yurgaysizlar. Indiki qizimiz shunday chiroyli ishlar bilan bizani quvontirgan, har bir ishlari sifatli, tüm yaxshi qalbimizdan joy olgan qizlarimizdan Qurbonboyeva Muhayyani taklif etamiz. Tabriklaymiz. Rahmat ustoz.
Ilohim ishlaringizni rivojini Tabriklayman, bersin. Alloh ustoz. bilimlaringizdan, bergan bilimlaringizdan rozimiz. Razımız. Ilohim martabalaringiz ulug' bo'lib, ko'p liboslar tikib, quvonib yurgaysiz aylangiz. Arzimas sovg'alarimiz, lekin katta niyatlar bilan berdik. Endi shu qizlarimiz ichida saralash qildik. Eng yaxshi tikkan, eng yaxshi qatnashib bilgan, eng oxirida kelsa-da shunday yaxshi natijalar ko'rsatib bilgan qizimizlar, shogirdlar olsin, yana bir ozgina motivatsiya bo'lsin degan maqsadda kichik bir sovg'achamiz bor, shuni taqdim qilamiz. Tabriklaymiz. İşlerimizi ko'rib quvondim. Tabriklayman. Men Shogirdlar olib ishlaringizni davom qildiramiz. Sifatli ishlaringizni ko'rib quvondik. keng. Zaya yo'q, elab turganam tushirsin. Yine bir gün şimdi bir bitiriş oturuşumuz ekan. Ustozlarımız yine bize bugün şimdi kullandırdı. Doğrusu ben kullandım. Bergen bilimlerinden bize minne razımız. Köngülümüzdeki tüygen hemme barcha modellerini özleştirip aldık. Rahmet hemmesi için ustozlar, rahmet. Minnettarız. Ne oydu? Anlatırsam. Şu öğretmen. Yine bugün bizler şu 4 aylık kurs tamamlap ustazlarımız sertifikatlarından takdirledi. Tamam kuvandık, tutmaydık, fırsat bulduk. Xudayım ustazlarımızın mertebeleri ulug' bo'lg'ay. Bundan keyin ham ko'p shogirdlarni olib chiqarib yurgaylar, elga yurtga xizmatda bo'lg'aylar, ammo eldin yurtning olqishida bo'lg'aylar. Bizler chin ko'ngildan rozimiz, ustozlar ham rozi bo'linglar. Endi bularni qisintirgan vaqtlarimiz ham bo'lib to'g'risi, modellashtirishlar, bizlar oldin tikuvchilik etganimiz bilan ham modellashtirishlarda bilmaydik, o'zlarimizga ishonchimiz yo'q edi. Xudoga shukr, hozir xursandmiz, hamma narsani ko'nglimizdagiga yetib chiqarib bilamiz. Rahmat ustozlarga. Sog' salomat bo'lsinlar, oilalar bilan qo'sha qarib, bolalarning baxti kamollarini ko'rib, topqanlari hamma yaxshi kunlarga buyurib, quvonishib yurgaylar Xudoyim. Bir aktivite balamiz turibdi. Bu degan ekan boshini. Bechara, men gapirmay qo'yaver. Siz tomon deb o'ylab gapirdim. Yerdan Men bu nega o'quv kursuna, 4 oylik kursuna noldan bo'lmasam, avval tuguvchi bo'lsam ham taxmin asosida ishlaganman o'zimning ishimda, lekin bulardan to'g'ri asos olishdi, chizishdi, o'rgandim. Ustozlarga katta rahmat aytaman, ishlarini rivoj tilayman. Hamisha shunday shogirdlarning ko'plarini chiqarib yurmak nasib etgay Xudoyim. Bizning baxtlarimiz hamisha sog' bo'lib yurgaysizlar. Katta rahmat. Sizlar ham omad bo'lsin. Men birinchi marta kelganimda hali 12 yoshda edim. Shundan beri o'rgatasizlar. Sizlar men birinchi ustozimsizlar. Noldan ham boshlab kelganimdan o'rgatganlaringiz uchun, mehribon bo'lib o'rgatganlaringiz uchun ham hammasine rahmat. Endi o'zim bemalol tika olaman. Gatoy narsalardan boshqasini ham o'zim noldan boshlab ham netib bilaman. Men bugun 4 oylik kursni bitirayotgan ekanmiz. Men boshda kelganimda tikishni, qo'lima qaychi ushlashni bilmaydim. Xudoga shukr, bergan bilimlaringizdan rozi bo'lasiz. Qo'rqmay hamma narsani modellashtirib tikishni o'rgandim. Xudo xolasa katta natijalarga erishaman deb o'ylayman.